Assalomu alaykum hurmatli Safiya Mebel kanalimiz obunachilari. Sizlarga navbatdagi o'ta neobishli bo'lgan Skromniy modelimizni, ya'ni Ziloniy Kamen nomli modelimizni navbatdagi ko'rinishini sizlarga taqdim etamiz. Xudo xohlasa yangilik ko'rinish holatida ishlab chiqarilgan modellarimizdan bittasi. Ushbu modelimiz fasadlari germanskiy laminat ishlangan, havorang qismlari, korpuslari esa rossiyskiy laminat ishlangan. Xudo xohlasa o'ta Skromniy neobishli holatda ishlangan. Ushbu modelimizni qisqacha obzorini qilib o'tadigan bo'lsak, mana termolari ham o'zgacha chiroyli Skromniy podsvetkalari bor. Mana tortlarga doira vakuumli sistemada ishlangan. Termosi yana bitta qo'shimcha fishkalardan bittasi, termosini aylanadigan termo sekretniy seyflari ham mavjud. Xo'p, spanligimizga keladigan bo'lsak, spanligimiz bosh taraflari ham o'ta mo'tadil rangda ishlangan, mo'yshiy materialda jihozlangan, ichlari machalka bilan qoplama qilingan. Xudo xolasa yumshoq sushanganda boshga botmaydi. Svetinilarimiz mana rasvetkalari ham bor. Xudo xohlasa shkaflarimiz ham o'ta Skromniy holatda ishlangan, oshiqcha bachkanalik, oshiqcha nima desa bo'ladi, odamni ko'zini to'ldiradigan narsalar qilinmagan. Xudo xohlasa ushbu modelimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ushbu modelimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bepul hisoblanadi. Aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, kelishtirilgan holatda qilib beramiz.